Ya bu gelip ketdi ya, shu to'y chiqsa beradi ya. Chiqmayapti shu to'y. To'y bo'lsa qani, ha? Bir yildan beri to'yga borganimiz yo'q. Kimdir kelmoqchi edi, kelmadimi? Mana keldi. Ya, mehmonlar kelibdi-ku. Bu Noiloj guruhining ofis shexmi? Noiloj guruhining solisti ham o'zim. Lava eshitaman. To'y bor edi shu desa. To'y? Bo'l, buzish kerakmi, o'tkazish kerakmi? Shu 13-ga vaqtlaring bormi? 13-ga obeddan keyin vaqtimiz bor ekan. Kelinglar qani, o'tirada choy jumatda choy olib keling. Bu to'yga necha kundan boribsizlar? 100 ga boryapmiz. Dollarga so'mgami? So'm, ha? 100 so'mgami? Ha, 100 so'mni. Bu o'zi biron joyga qo'shiq aytganmisizlar? Yaqinda bor-ku, Istiqlol san'at saroyiga 2 kun konsert qo'yapmiz. 29-30-fevral. Jonli ijro 100%. Ha, bitta jonli eshitadi bo'lmasa. Bez mikrofon bor-ku, men o'lsam ham qo'shiq aytmayman. Yaxshi qov, ey dilbarim, dillashqalar, yetmoqdaman. Bu joyga Instagram, Telegram, bu ko'chalarga afisha bormi? Biron xil reklama bormi sizlardagi? Ana shu gapingizni kutgan edim, jigar. Bu yoqqa yuring-da. Yoqqa keling. Ana, kimni ko'ryapsiz? Kimni? Mana shu bizlar bo'lamiz. Registon Terikroska ko'ryapsiz, bir kunga bor-ku 200 mingdan ortiq odam ko'radi. Yuring, kimni ko'ray dedingiz? Mana nima bu? Nima bu? Samarqand qisqa bordi-ku bizlarning konsertimizda. Bog'i Shamol chorraqasi aka. Bu yer over. Chorraqasi bo'ladi, over. Ana shu yoqqa ham qo'yilgan mana. Reklamalar qanday aylanyapti ko'rdingizmi? Hamma ko'rdi bizlarni. Bitta siz ko'rmayapsiz-da. Yuring, obed qilamiz. Karimbekda obed olib beray. Yuring. Bu rayon yarim rayon, mikrorayon mana. Ko'rdinglarmi? Shaharda markaziy ko'chalarga mana hamma joyga qo'yganmiz. Bu yer Sartepa bo'ladi. Mana qatnov ko'ryapsizmi? Aka, yana bitta aytaman, mana. Vokzal Perikroskaga mana. Ko'rdingizmi? Mana shu rolikchamiz bor-ku, 1000 marta aylanadi. O'zi bo'lmaydi aka, bizlar to'xtatib bo'lmayapti. Oz qoldi, biletga ulgurib qoling. Siyot bozor, Nostagi. Urgutga yagona bo'lgan mana. Urgutning markaziga joylashgan. Kurukka mana reklamamiz ketyapti aka. Shuncha joyga reklama qildiribsizlar. Kimga murojaat qildinglar buncha reklamani? Monitorga Yunon mediadan foydalandik aka. Agar 6 oy shartnoma qilsangiz, 5 oyga to'laysiz. 1 yillik shartnoma qilsangiz, 9 oyga to'laysiz aka. Shahardan kelayotgan odam ham, Ispanziyadan kelayotgan odam ham, G'o'stan ham kelayotgan odam ham, Yangi bozor ketayotgan odam ham, keladigan mehmon ham mana shu yerni ko'radi. Urgutning yuragi bo'ladi aka. Siz reklama bersangiz, bir kunga 1000 dan ortiq aylanadi. Statistika bo'yicha Urgutga 600 ming aholi bo'lsa, 200 mingtasi ko'radi shu reklamangizni. Rahmat aka. Aka, to'yda o'tkazamizmi? To'yda o'tkazmaymizmi? To'y atmen. Atmen? Zato zaklat o'zimizga qoldik-a?